Tan narxini ham sindiraman, bozor narxini ham sindiraman, oylik to'lovini ham sindiraman, bosh to'lovini ham sindirib tashlayman. Nima deyapti? Jigarlar, bozorlarda Cobalt'lar 13 ming sotilyapti, to'g'rimi? Ani eski tuski mashinalarning narxini bizni salon bilan solishtirmanglar. Ba'zi avtokirchi, ba'zi mashinchilar aqllaring yetmaydi, aqllaring qiladigan ishni qilinglar. Menga qarab yugurmanglar. Ish qilinglar jigarlar. Cobalt'larni 13 ming demayman. 12.800, 12.5 ming ham demayman. Bo'lsa yurtdoshlarga bo'lsin. Style Optimum 20 dona beraman. 12.300 ham kerak emas. 12.200 dollardan olib ketinglar. 0 probeg 2025-yil chiqqan avtomashina 0 probeg sizlar uchun. Agar pulim kamroq aka deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, bosh to'lov 3890 dollar atrofida to'laysizlar, hammasi taniga o'tadi. Oylik to'lov 3 million 100 dan. Nima deyapti? Любой joydan grafika olib, keyin meni salonimga kelinglar. Mendan arzoni bo'lsa, o'zim sotib olaman. Vizif qilib o'tirmanglar. Sarson bo'lmanglar. Bunaqa narxdan Cobalt bo'lsa, 5 probeglar olib kelaveringlar jigarlar. Lider salonda kutib qolaman.